semirganda bilinadi, eti bilinadi. Endi 400 kilo, 5 kilo qilish uchun 4 ta hayvonni yemini yeb qo'yadi. Аравандагы атактуу фермер Мырзахмат Жораевдин коросунда 100 бука байланып турат. Фермер эт багытындагы жергиликтүү асыл тукумдуу букаларды кармайт. 2 айдан 6 айга чейин багып, андан ары этке чыгарат. Багылган букалары 300дөн 400 килограммга чейин нак эт берет. Мынау бука канча жашта? Бул да канча багылат сизге ошо сатыш үчүн? Sotish uchun hozir Etga chiqish etgacha o'tgan mumkin. Bu yeyishiga qarab eng kami 2 oy emlanadi. To'lsa bo'ldi. 2 жашардан өткөн, жешине карап багылат. Семирсе билинет. 400-500 килограмм болуш үчүн 4 малдын тойтун жеп коет. Ошондуктан бизге орточо 270-300 килограмм болгону жетет. Bizga o'rta me'yor 220 kilodan 300 kilogacha yetkazamiz. Чарбада 5 жергиликтүү тургун туруктуу жумуш менен камсыз болгон, алардын айлык майнасы дагы 30 миңден кем эмес. Мал чарбасын мындан ары дагы илгерилетүү үчүн жеңилдетилген насыяны күтүп жатат. Рабочий көпөйтүшүбүз керек, яна мал чарбаны көпөйтүрүп, давлатка напымыз сейип туруш керек. Hokimiyatga Жумушчулардын санын көбөйтүш керек. Биздин мамлекетке пайдабыз тийсе дейм. Ошол эле учурда пайыз аз кредиттер чарбанын алдыга жылдырып жатат. Ош облусунда жыл башынан бери 584 ишкер мал чарбачылыгы үчүн 366 миллион сом насыя алышкан. Пайызы төмөн насыянын 500 миңге чейинки суммасын өздүк документтер менен гана алса болот. Ал эми 1 миллиондон асса чарбалык күбөлүктөр талап кылынат. Бүгүнкү күндө баягы биринчи транш менен бөлүнгөн акчаны каржылап бүттүк деп атпайбызбы? Азыр кайрадан бизге дагы именно ошол Ош филиалына кошумча акча каражат бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө арыздарды кабыл алуудабыз. Көрүп атасыздарбы, наразылык күчөп эле банктардын арасында ошол өзүнүн тууган уруктарына, тааныш билиштерине берип атат деп атпайбы? Ошол себептен биздин жетекчилик ушул багытты карманып, мурунку алган кредит алган жарандарга эмес, жаңыдан келген жарандарга бергиле деген үчүн биз ошол багытты карманып турабыз. Ош облусунда мал чарбачылыгы аймактын экономикасынын негизги тармактарынын бири. Соңку жылдары фермерлер эт жана сүт багытындагы мал чарбачылыкка көңүл буруп жатышат. Ишкерлер үчүн Агрозовет 2026 колдоо программалары иштеп жатат. Абдумалик Базарбаев, Тейит Телебалдиев, Ош ТВ. Shu yerlarni jaraqsiz yerlarni olib obodonlashtirib, davlatga foydamiz tegish uchun xizmat qilyapmiz. Bu yerlarda chorvachilikka o'zlashtirib, ferma xozyaйство qilib o'zimiz после убойный sexdan keyin shu yerga elga et yetkazib beramiz deb harakat qilamiz biz. Араванды почти камсыздай аласыздарбы азыр толук эле? Араванды mana shu rayoniga qarashli joyda berilar endi. Негизи Аравандын ички базарды камсыздай аласыздарбы? Эт менен толук камсыздайсыздарбы? Biz shu o'zimizni posyolka elimizga et yetkazib beramiz. Shu yerda Baquda o'zimiz mehnat qilib harakat qilamiz, o'zimiz arendatormiz, dehqon odamlarimiz, ota-bola bilan shunday shug'ullanib, elga qaysi Aravan rayongami, O'shgami, o'zimizni posyolkagami etsa, so'yib berib yetkazib beramiz. So'ygon убойный цехтен бери бар. So'ygan bo'yni sexdan beri bor. Кайсыл порода? Bu paroda o'zimizni jaydari, местный hayvonlar boqamiz biz. Endi uzoqdan olib kelgan hayvonlarni uni davolash kerak, qarash kerak, joylashtirib o'z vaqtida boqish kerak-da. Biz o'zimizni shu oddiy bozorlardan olib, arvoh turvoqlarni olib kelib, shu yerda boqamiz, parvarishlaymiz. Eng kami 6 oy turadi ular. Etiga qarab, semirishiga qarab turadi. 1 yashardan to 2 yashar, 3 yashargacha olib boqamiz. Shaxsiy shu kredit olib, shularni harakatini qilib, elga yetkazib berish uchun harakat qilamiz. Qancha nasiya olgansizlar? Bizda hiyla o'zimiz davlat tomonidan kredit olib, Summa qancha bo'lgan? 3 million. 3 million. 3 million kredit olib, shu o'zlashtirib, ham dehqonchilik qilamiz biz. Azыр эми немеге чыктыңыздарбы? Мындай бир кредитти жабып, бир мындай керешеге? Hali bor. Bitta bunga qarab qolmasdan biz arendatormiz, kartoshka ekamiz. После kartoshkadan keyin urajay, silos uchun harakat qilamiz. Bunga harakat kerak, yem kerak, yem arzon emas, kepek, kunjara bo'lib bir xil rejimda boqib tursangiz, semiradi. Semirgandan keyin elga, Aravan rayoniga, Tepaqo'rg'on uchastkasiga, Liboy qassoblarga biz yetkazib boramiz shuni. Bir bolжолду bir buqa eng cho'ng buqangiz qancha kilogramga чейин bergan? Bizga eng kattasi men o'zim shaxsiy 300 kilogramgacha yetkazaman xolos. Oshcha baqtirmayman. Azır barmı şu 300 Yo'q, kilogram? ularni so'yib biz yangilab bo'ldik ularni. Papetka bular.
Bir qator papitkalarda shu semirganini 300 kilo, 250 kilogramgacha, 200 kilogramgacha yetkazamiz. Yeyishiga qarab. Endi oshcha uni ushlab turishda hojati yo'q. Yog' maylatib uni Анан Рахмет. немени мындай тааныштырып коюңучу, системасынан бери сууну Система- дагы. suv sistemalari joylashgan bu yerda. Tozalik o'z vaqtida bo'ladi. Ishchilarimiz bor. Suv обязательно kerakli mahalda avtomatik osiladi, avtomatik yopiladi. O'z vaqtida qaraladi. Biz shu davlatga bir nafimiz tegsin deb shu yerda olib harakat qilganmiz. O'z shaxsiy manfaatini nima qilmasdan shu davlatga foydamiz tegsin deb bu yerda obodonlashtirganmiz. Shu qanday bo'lsa ham davlatga bir nafimiz tegsin ota bola. Shunga harakat qilganmiz. Азыр болжолду уккеңиз келе бериңиз. Бул канча бир бакканда канча баш кармайсыз? Men bir o'zini qarmaganda 50 ta 60 ta kuchim yetgancha qarayman. 100гө чейин жетесиз. 100 gacha yetkazaman, xudo xolasa. Siz мындай эт коопсуздугун толук камсыздап турат экенсиз да? Albatta aytyapman, Aravan rayoni Tepako'rg'on uchastkamizmi qanday bo'lsa ham yetkazib beramiz shuni qassoblarga. Андан тышкары 2 адамды, айылда 2-3 адамды жумуш менен камсыз кыласыз. Albatta rabochilarimiz bor, o'zimga qarashlik 2 ta qorovul bor, o'g'lim bor, so'yuvchi bor, bu yerda baquvchi bor. Канча жалпы канча адам иштейт? 5 ta odam ishlaydi bu 5 yerda. адамды жумуш орду менен камсыздайсыз. Albatta o'zimiz ham shu yerda turamiz. Ota bola temiz harakatda bo'lamiz-da biz. El uchun. El uchun, ha? El uchun xizmat qilamiz. Nimaga? Buni kredit olganimiz bilan ham buni o'z vaqtida harakat qilish kerak-da. O'z o'rniga ishlatish kerak. Dam oshcha lekin bunlardan oshib qolsa, uni ro'zg'orimizga, tom joyga hashlaymiz. Болсо бүтүн азыр пока ошол насияны кредитти жаап атат. Albatta. Buning uchun harakat qilamiz biz. O'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Bu yerlar quruq turgan joyda. Shu yerlarni obodonlashtirib, shu firma xo'jayisiga kichkina firma xo'jayisi qilib baqib, shu aytyapman, elga yetkazib beramiz degan niyatimiz bor. Boshqa hech bola kerak emas. Мына бука канча жашта? Булда канча багылат сизге ошо сатыш Булар- үчүн? Sotish uchun hozir Etga ekkashada o'tgan mumkin. Bu yeyishiga qarab eng kami 2 oy emlanadi. To'lsa bo'ldi. Semirganda bilinadi, eti bilinadi. Endi 400 kilo, 5 kilo qilish uchun 4 ta hayvonni yemini yeb qo'yadi. U bizga foyda emas, ziyon emas, baqib turish kerak. Bizga o'rta me'yor 220 kilodan 300 kilogacha yetkazaman. Oshcha men bolamga ham aytaman, oshcha yeb turaveradi. Просто pulni ham ushlab turadi, endi zadeshka qilib 3 ta 4 ta hayvonni yemini yeydi. Dal shu hayvondan qo'shmaymiz biz. Чоңойгон сайын ошончо көп тирбит. Albatta cho'ng'igan sari bular 300 kilogramm, 270 kilogramm qilaveradi. 270-300 kilogramdan so'ydirib yuborganman. Bular bozordan kelishilgan bahoda olinadi-da bular. Буга канча болду баштаганыңызга? Men yo'daligimdan 11 yoshimdan beri shug'ullanaman uyda. Малча баштагандан. Uyimda shug'ullanaman. Shaxsiy uyimda domashniy hayvonlar boqib, shu dehqonchilik bilan shug'ullangan odamman. Болду, рахмат. Азыр эми ушул боюнча цехтериңизди бир көрсөтүп коюңуз, а? Albatta. Бул жер авай. Elga nafingiz tegsa yaxshi-da. Davlatga xiyonat qilib bo'lmaydi. Davlatga to'liq foyda tegish kerak. Foyda. Ziyon tegish kerak emas. Ziyon qilganlarni ko'ryapmiz. Insof bersin hammaga. Mana shu yerlarda uboni sexlarni obodonlashtirib, men otasiman olgandan beri shu yerda obodonlashtirib, elga yetkazib berib, so'yib, elni haqqiga xiyonat qilib bo'lmaydi. Xiyonat qilgan bo'lsangiz kuniz tugaydi. Shu dehqon hayvon akasi so'yib, joyida qilib qassobga o'tkazamiz. Сатка, болду. O'tkazib, Рахмат ондо. Болду.